Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Kecha Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev so'nggi bahsda qanday statistika qayd etdi? Xabaringiz bor, kecha Nuriy Shahring boshqaruvidagi Istanbul Başakşehir o'z maydonida Gaziantep bilan bahs olib bordi. 2-1 hisobida g'alabaga erishdi. Eldor Shomurodov ham, Abbosbek Fayzullayev ham o'yinni asosiy tarkibda boshlab, milliy terma jamoamiz sardori 90 daqiqa harakat qilishga muvaffaq bo'ldi. Fayzullayev esa ikkinchi bo'lim avvalida zaxiraga olindi. Eldor Shomurodovning umumiy ko'rsatkichlari: maydondagi vaqti 90 daqiqa, aniq paslar 19 ta pasdan 14 ta aniq, ya'ni 74%. Yaratilgan imkoniyatlar yo'q, zarbalar 2 ta. Hujumda esa teginishlar 43 ta, 3-zonaga paslar 3 ta, to'pni yo'qotish 1 ta, himoyada to'pni olib qo'yish 4 ta, tozalashlar 1 ta, pasni kesish 4 ta, to'pni qayta qo'lga kiritish 3 ta. Duellarda, yerdagi duellarda 14 ta dueldan 7 tasida favorit, ya'ni bu 50%. Havodagi duellar 7 tadan 2 tasi aniq, unga nisbatan 3 marta qoida buzildi va follar qilingan bitta. Abbosbek Fayzullayev umumiy ko'rsatkichlari: maydondagi vaqti 45 daqiqa, aniq paslar 10 ta pasdan 9 tasi aniq, ya'ni bu 90% natija. Yaratilgan imkoniyatlar bitta, ya'ni mana shu hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev assist qayd etdi, ya'ni golga mualliflik qildi. Hujumda esa teginishlar 23 ta, kichkina zonaga paslar 2 ta, to'pni yo'qotish 1 ta, himoyada to'pni olib qo'yish 3 ta, duellarda, yerdagi duellar 4 tadan 3 tasida g'alaba qozongan. Havodagi duellar bir marta duelga kirishgan, unda ham 0% natija. Unga nisbatan qoida buzilishlar yo'q, o'zi ham follar ishlatmagan. Mana do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtlarimiz 2-1 hisobida g'alaba qozondi, ammo Eldor Shomurodov gol ura olmadi. Mayli, keyingi o'yinlarda gol kutib qolamiz do'stlar. Albatta hamyurtlarimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Eldor Shomurodov, olg'a Abbosbek Fayzullayev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Husanov o'ynagan uchrashuvni Gvardiola City'dagi faoliyati davomida eng zo'ri deb tan oldi. Angliya Kubogining 1/8 finalda Manchester City futbolchilari Newcastle United maydonida mezbonlar ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'llanma oldi. Uchrashuvning 18-daqiqasida Harvey Barnes hisobni ochdi. City vakillaridan Savinio tanaffusgacha vaziyatni tenglashtirgan bo'lsa, Umar Marmush ikkinchi bo'limda bir juft to'p kiritib, g'alabani ta'minladi. To'liq o'ynagan Abduqodir Husanov himoyadagi ishonchli harakatlari bilan g'alabaga katta hissa qo'shdi. O'zbek futbolchisining o'yinini ekspertlar tomonidan juda yuqori baholandi. Josep Gvardiola bu uchrashuvni u klub bosh murabbiyi sifatida ishlayotgandan beri qariyb 10 yil davomida St. James Park stadionidagi jamoaning eng yaxshi o'yini deb atadi. Ta'kidlash joizki, o'tgan chorshanba kuni Premier Ligada Nottingham Forestga qarshi 2-2 hisobidagi durangdan keyin tarkibda 10 ta o'zgarish qilgan Manchester City jamoasi o'yinni barcha jihatlarda ajoyib harakat qildi. Uchrashuv boshida Harvey Barnes gol urib, Newcastle-ni hisobda oldinga olib chiqqan bo'lsa-da, City juda yaxshi javob qaytardi. Bahsning eng yaxshi futbolchisi Savinio birinchi bo'lim tugashiga 6 daqiqa qolganda kutilmagan tarzda hisobni tenglashtirdi. Jeremy Dokuning uzatmasi Newcastle himoyachilaridan o'tmagan bo'lsa-da, to'pni Savinio raqib darvozasiga joyladi. Tanaffusdan keyin diqqat markazida Umar Marmush bo'ldi. U ikkinchi bo'limda dubl qayd etib, Pepning Etihaddagi ajoyib davri davomida City'ni 9-marta Angliya Kubogi chorak finaliga olib chiqdi va jamoa ketma-ket 8-mavsum shu bosqichga chiqdi. Murabbiy uchun bu o'yin ayniqsa katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu yerda ishlagan 10 yil davomida Newcastle-ga qarshi eng yaxshi o'yinimiz bo'ldi. Juda xursandman, chunki Nottingham Forestga qarshi o'yindan keyin biz natijadan xafa bo'lgan edik. Shuning uchun biz qanday o'zgartirganimizdan, hujumda ham, himoyada ham o'zimizni qanday tutganimizdan juda mamnunman. Dushanba kuni qur'a tashlash marosimi bo'ladi. Biz u yerga chiqqanimizga ko'p yillar bo'ldi va bu juda yaxshi. Biz ketma-ket 8-marta chorak finalga chiqyapmiz. Bu ajoyib tashkilotchilik samarasi, dedi Josep Gvardiola. Bosh murabbiy shu kuni 2 ta gol urgan Umar Marmush haqida ham iliq fikr bildirdi. City hujumchisining dubli misrlik futbolchining Newcastle-ga qarshi o'yinlardagi ajoyib shaxsiy seriyasini davom ettirdi va u 13 oy ichida qarg'alar darvozasini urgan gollar sonini 7 taga yetkazdi. Menda Marmush ularga ko'p marta gol urgan degan hissiyot bor edi. Umar yuqori darajadagi hujumchi va uning asosiy kuchli tomoni hujumlarni yakunda yetkazishdir. Ayniqsa biz 2 va 3 gollarni urgan vaziyatlarda bu yaqqol namoyon bo'ldi. Marmush top hujumchilaridan
to'p hududlaridagi o'yinini va to'pni birinchi qabul qilib olish bosqichini yaxshilashi kerak. Lekin u bugun o'yini bilan bunga erishib borayotganini ko'rsata oldi deya fikr bildirgan Josep Gvardiola. Endi esa Manchester Cityning rasmiy sayti, ya'ni manchestercity.extra.co saytlari Abduqodir Husanovga 10 balldan 9 ball berdi. Ekspertlarning fikricha, Savinio bilan bir qatorda Husanov ajoyib o'yin ko'rsatdi. Uning tezligi Nyukaslning qarshi hujumlaridan keladigan xavfni to'sib turdi, shuningdek to'p bilan o'yini juda ishonchli bo'ldi. Abduqodir Barnessaning darvozaga zarba berishiga, Uilyam Ozolaning gol urishiga yo'l qo'ymadi. Birinchi bo'limda 2 marta to'pni darvozaga borib tushishiga to'sqinlik qildi deya fikr bildirgan Manchester City Extra.co sayti ekspertlari. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtlarimiz kechagi uchrashuvlarda juda ham ajoyib harakatlarni amalga oshirishdi. Nima bo'lganda ham hamyurtlarimiz Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevlarni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov, olg'a Eldor Shomurodov va olg'a Abbosbek Fayzullayev" deb yozib qo'yishni unutmang. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.